Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani, ya'ni pensiya indeksatsiyasi, pensiya oshirilishi, kimga qancha qo'shilishi va nima uchun ayrim qarlar bizni bo'lishdi deb norozi bo'layotgan haqida ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, oilasida keksa ota-onasi bor har bir insonga tegishli. Chunki pensiya bu oddiy raqam emas, bu dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, davolanish va kundalik hayot xarajatidir. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bugun men kimga pensiya oshgani, kimga kamroq oshgani, kim umuman kutgandek oshirmaganini, qaysi holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakligini va qaysi holatda shunchaki indeksat tartibini tushunish kerakligini batafsil aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar kechikib yetib borsa, odam pulidan ham, huquqidan ham bexabar qolishi mumkin. Men eng avvalo bir narsani aniq qilib aytaman. Pensiya indeksatsiyasi degani har bir odamning pensiyasi bir hisoblanmaga oshadi degani emas. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Masalan, bir mahallada 2 nafar pensioner yashaydi. Birining pensiyasi 900 ming so'm, ikkinchisiniki 2 million 300 ming so'm. Davlat pensiyalarini ma'lum foizga yoki ayrim bazaviy miqdorlar bo'yicha oshirganda ikkalasining qo'liga bir xil pul qo'shilmasligi mumkin. Shundan keyin nega qo'shnimga ko'proq, menga kamroq, nega meniki 100 mingga oshdi, unikiga 2 ming qo'shildi degan savollar paydo bo'ladi. Oldin qanday edi? Odatda pensiya va nafaqalar davlat tomonidan belgilangan tartibda iqtisodiy imkoniyat, inflyatsiya, minimal iste'mol xarajatlari, ish haqi va budjet imkoniyatlariga qarab oshirib boriladi. Ya'ni indeksatsiya narxlari oshgan sharoitda aholining eng zaif qatlamini qo'llab-quvvatlash uchun qilinadi. Lekin amaliyotda bu oshirish hammaning hayotiga bir xil ta'sir qilmaydi. Sababi har kimning pensiyasi har xil asosda hisoblangan. Kimningdir ish staji ko'p, kimningdir kam, kimdir yuqori maosh bilan ishlagan, kimdir past maosh bilan. Kimdir imtiyozli pensiyaga chiqqan, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, yana kimdir yoshga doir pensiya emas, ijtimoiy nafaqa oladi. Endi nima o'zgardi? Odamlar orasida eng katta norozilik shundan kelib chiqyapti. Pensiya oshirilgani e'lon qilinadi. Lekin hammaning kartasiga bir xil quvonchli summa tushmaydi. Kimdir oshishni darrov sezadi, kimdir meniki deyarli o'zgarmabdi-ku deydi. Ayrim hollarda esa pensiya summasi oshgan bo'lsa ham oldingi qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki ushlab qolishlar sababli qo'lga tegadigan pul kutilgandan kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun men masalani reklama gaplarsiz real hayotga yaqin qilib tushuntiraman. Men pensionerlar va ularning farzandlari eng ko'p beradigan savoldan boshlayman. Pensiya oshdi deyishdi. Unda nega mening onamga atiga 1 ming qo'shildi, boshqalarga esa 2 ming qo'shildi? Javob shuki, pensiya oshishi odatda pensiyaning turiga, bazaviy miqdoriga, hisoblangan pensiya summasiga va qonunda belgilangan eng kam miqdorlarga bog'liq bo'ladi. Misol uchun birinchi vaziyatni olaylik. Otaxon 35 yil ishlagan. Rasmiy ish staji bor. Maoshi ham o'z vaqtida rasmiy ko'rsatilgan. Uning pensiyasi 2 million so'm bo'lsa, indeksatsiya foiz asosida qo'llanganda unga qo'shiladigan summa yuqoriroq bo'ladi. Agar oshirish 10% deb tasavvur qilsak, 2 million so'mga 200 ming so'm qo'shiladi. Natijada pensiya 2 million 300 ming so'mga chiqadi. Bu oddiy matematik hisob. Ikkinchi vaziyat, onaxonning staji kam, uzoq yillar uy bekasi bo'lgan. Keyin qisqa muddat ishlagan yoki ish joylarida hujjatlar to'liq rasmiylashtirilmagan. Uning pensiyasi eng kam miqdorga yaqin, masalan 9 ming so'm atrofida. Agar shu pensiyaga 10% qo'shilsa 9 ming so'm bo'ladi. Natijada odam nima uchun meniki kam oshdi deb o'ylaydi. Aslida foiz bir xil bo'lishi mumkin, lekin asosiy pensiya summasi past bo'lgani uchun qo'shilgan pul ham past bo'ladi. Uchinchi vaziyat, inson pensiya emas, ijtimoiy nafaqa oladi. Bu juda muhim farq. Yoshga doir pensiya bilan yoshga doir ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari rasmiy ishlagan davrlar asosida hisoblanadi. Ijtimoiy nafaqa esa yetarli ish staji bo'lmagan yoki pensiya olish shartlariga to'liq javob bermagan fuqarolarga davlat tomonidan belgilangan yordam turidir. Shuning uchun ularning oshish tartibi ham, miqdori ham boshqacha bo'lishi mumkin. Men aniq aytaman, hamma ham darrov vahima qilishi shart emas. Lekin ayrim toifada odamlar o'z pensiyasini albatta tekshirtirish kerak. Birinchi navbatda pensiyasi oshirilgani e'lon qilinganidan keyin ham summada umuman
o'zgarish ko'rmagan odamlar. Agar sizning pensiyangiz oldingi oyda qancha bo'lsa, keyingi oyda ham aynan shuncha tushgan bo'lsa, sababini aniqlash kerak. Ba'zan texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan qayta hisoblash keyingi oyda qo'shib beriladi. Ba'zan esa hujjat yoki tizimda xatolik bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, pensiya summasi kamaygandek ko'ringanlar. Masalan, oldin 1 million 500 ming so'm olayotgan edingiz, oshirishdan keyin 20 million 550 ming tushdi. Lekin siz 20 million 750 ming kutgandingiz. Bu yerda darrov aldashdi deyishdan oldin ushlab qolishlar bor yo'qligini tekshirish kerak. Aliment, kredit qarzi, sud qarori, ortiqcha to'langan pulni qaytarish, bank komissiyalari yoki boshqa majburiy ushlanmalar bo'lsa, qo'lga tegadigan summa kamroq ko'rinadi. Pensiya hisoblangan summa boshqa. Kartaga tushgan summa boshqa bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa ish staji to'liq kiritilmagan deb o'ylaydiganlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 30 yil ishlaganman deydi, lekin pensiya hujjatlarida 22 yil ko'rsatilgan bo'ladi. Nega? Chunki sobiq ishxona yopilib ketgan, arxiv hujjati topilmagan, mehnat daftarchasida muhr aniq emas, lavozim nomini to'g'ri yozilgan yoki ish haqi ma'lumotnomasi taqdim qilinmagan. Bunday holatda indeksatsiya oshishi ham past summaga qo'llanadi. Chunki pensiyaning o'zi boshidan past hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz belgilangan tartibda oshgan bo'lsa, kartaga tushgan pul oldingidan ko'proq bo'lsa va pensiya jamg'armasi ilovasida yoki bank xabarnomasida oshirish ko'ringan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Lekin baribir men har bir pensionerga o'z hisob kitobini bilishni maslahat beraman. Chunki davlat biladi deb yuraverish ham to'g'ri emas. Hamma narsa noto'g'ri deb ishonmaslik ham to'g'ri emas. Eng to'g'ri yo'l hujjatni ko'rish, asosni bilish, savol bo'lsa yozma murojaat qilish. Masalan, siz 20 million 800 ming so'm pensiya olardingiz. Indeksatsiyadan keyin 20 million 900 ming so'm tushdi. Bu 1 ming so'm oshganini bildiradi. Agar e'lon qilingan tartib sizning pensiya turiga mos bo'lsa, bu normal holat. Yoki siz eng kam pensiya olasiz, davlat eng kam miqdorini oshirdi, shunga yarasha sizning pensiyangiz ham yangi minimal darajaga yetkazildi. Bu ham oddiy jarayon. Lekin odamlar orasida bitta noto'g'ri tushuncha bor. Agar pensiya oshsa, hamma kamida falon summadan olishi kerak. Yo'q, bunday emas. Eng kam pensiya miqdori bor. Lekin bu hamma pensioner avtomatik ravishda bir xil pensiya oladi degani emas. Yuqori staj va yuqori rasmiy maosh bilan chiqqan odam ko'proq oladi, staji kam yoki hujjati yetarli bo'lmagan odam kamroq olishi mumkin. Endi men sizga bir nechta oddiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Bahrom ota 40 yil zavodda ishlagan. Uning ish staji to'liq tasdiqlangan. Maosh hujjatlari ham bor. Pensiyasi 2 million 600 ming so'm. Indeksatsiyadan keyin uning pensiyasi 2 million 50 ming so'm bo'ldi. Ya'ni 2 ming so'm qo'shildi. U bundan xursand, chunki o'shish aniq sezildi. Ikkinchi misol, Zuhra opa 10 yil ishlagan, keyin farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. Pensiyasi 20 million 1 ming so'm. Xuddi shunday foiz qo'llanganda unga 10 ming so'm atrofida qo'shilishi mumkin. U esa qo'shnisiga 2-6 ming qo'shilganini eshitib, meni kamsitishdi deb o'ylaydi. Aslida farq shundaki, boshlang'ich pensiya summasi boshqa. Uchinchi misol, Karim aka nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiyasi yoshga doir pensiya oluvchilarnikidan boshqacha hisoblangan. Nogironlik guruhi mehnat qobiliyatini yo'qotish darajasi, staj va boshqa holatlar hisobga olinadi. Shuning uchun u nega yoshga doir pensionerga boshqacha, menga boshqacha deb so'rasa, javob pensiya turi boshqacha, hisoblash asosi boshqacha. To'rtinchi misol, Dilbar opa ijtimoiy nafaqa oladi. Chunki pensiya uchun yetarli ish staji bo'lmagan. U ham, men ham qariman, nega menga kamroq deb haqli ravishda dardini aytadi. Men bunday insonlarning og'ir ahvolini tushunaman. Lekin huquqiy tomondan pensiya va nafaqa alohida tushunchalar. Nafaqalar ham oshirilishi mumkin, lekin ular pensiya formulasi bo'yicha emas, davlat belgilagan aniq miqdorlar bo'yicha ko'tariladi. 5-misol. Sobir ota pensiya oladi, lekin bank kreditidan qarzi bor. Pensiya oshganidan keyin hisoblangan summa 1 million 700 ming bo'ldi, lekin kartaga 1 million 100 ming tushdi. U pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida oshgan. Lekin bir qismi qarz uchun ushlab qo'lingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda bankdan ko'chirma, pensiya jamg'armasidan hisoblangan pensiya ma'lumotini olish kerak. Endi eng ko'p odam e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, indeksatsiya har doim ham birinchi kundan kartada ko'rinmasligi mumkin. Ba'zan qaror qabul qilinadi.
lekin amaliy to'lovlar tizimga kiritilishi, qayta hisoblanishi, banklarga yuborilishi vaqt oladi. Shuning uchun ayrim oyda oshgan qismi keyingi oy qo'shib berilishi mumkin. Lekin bu og'zaki gap bilan qolmasligi kerak. Agar sizga keyingi oy tushadi deyishsa, qaysi asosda, qancha summa, qaysi davr uchun deb aniqlashtiring. Ikkinchi nozik nuqta ishlovchi pensionerlar masalasi. Ayrim davlatlarda ishlovchi pensionerlar uchun indeksatsiya tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda to'liq qo'llanadi, ayrim holatlarda alohida tartib bo'ladi. Shuning uchun agar siz pensiyada bo'lib, yana rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, o'z hududingizdagi pensiya jamg'armasidan aynan sizga nisbatan qanday tartib qo'llanganini so'rang. Qo'shnim ishlamaydi, unga o'chdi. Men ishlayman. Menga boshqacha bo'ldi degan holatlar aynan shu sababli chiqishi mumkin. Uchinchi nozik nuqta, qo'shimcha ustamalar. Ba'zi pensionerlarda pensiya asosiy summadan tashqari ustama, kompensatsiya, alohida imtiyoz to'lovlari bilan birga keladi. Masalan, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lganlar, ayrim faxriylar, alohida toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya asosiy pensiyaga qo'llanadimi yoki barcha qo'shimcha to'lovlarga ham qo'llanadimi? Bu alohida masala. Shu sababli umumiy kartaga tushgan pulga qarab xulosa chiqarish to'g'ri emas. Har bir tarkibiy qismi alohida ko'riladi. 4-chi nozik nuqta, hujjatdagi xatolar. Mehnat daftarchasida bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa ham, ayrim davrlar hisobga olinmay qolishi mumkin. Masalan, familiya turmush qurishdan oldin boshqa bo'lgan, keyin o'zgargan. Lekin nikoh guvohnomasi topshirilmagan yoki ishxona nomi arxivda boshqacha yuritilgan yoki 1990-yillardagi ish haqi ma'lumotlari topilmagan. Bularning hammasi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. 5-chi nozik nuqta. Men ko'p ishlaganman degan gapning o'zi yetarli emas. Pensiya tizimi og'zaki xotiraga emas, hujjatga qaraydi. Siz 35 yil ishlagan bo'lishingiz mumkin, lekin 10 yillik davr bo'yicha hujjat yo'q bo'lsa, tizim uni ko'rmaydi. Shu sababli men doim aytaman, pensionerning eng kuchli roli bu hujjat. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sud qarori, guvohnomalar, mukofot va unvon hujjatlari bo'lsa, bularni tartibga solish kerak. Bu savolning ijtimoiy tomoni ham bor. Men ko'p pensionerlar bilan gaplashganman. Ular shunchaki pul haqida emas, adolat haqida gapiradi. Bir umr ishladik, endi qariganda farq qilyapti. Kimdir ko'p oladi, kimdir dori olishga qiynaladi. Narxlar hamma uchun bir xil-ku deyishadi. Bu gaplarda jon bor. Haqiqatan ham bozorda non yo'q, go'sht, dori hamma uchun bir xil narxda. Lekin pensiya miqdori odamning oldingi ish faoliyati va hujjatlariga qarab farqlanadi. Shu yerda men ikki tomonni ajrataman. Birinchisi, qonuniy hisob-kitob tomoni. Qonun bo'yicha kimning staji va maoshi ko'p bo'lsa, pensiyasi ham ko'proq bo'lishi tabiiy. Ikkinchisi, ijtimoiy himoya tomoni. Staji kam bo'lgan, yolg'iz qolgan, sog'lig'i yomon, farzandlardan yordam olmaydigan keksalarni qo'llab-quvvatlash alohida e'tibor talab qiladi. Bunday holatda pensiya indeksatsiyasidan tashqi ijtimoiy yordam, moddiy yordam, mahalla orqali ko'mak, dori-darmon bo'yicha imtiyozlar ham muhim ahamiyatga ega. Demak, qariyalarni bo'lishdi degan gap ko'proq odamlarning natijani ko'rib qilayotgan hissiy xulosasi. Aslida tizim turli pensiya turlari va hisoblash asoslariga qarab farq qiladi. Lekin davlat idoralari ham bu farqlarni oddiy tilda tushuntirmasa, odamlar orasida shubha kuchayadi. Shuning uchun men bugun aynan shu tushunmovchilikni kamaytirishga harakat qilyapman. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oyda kartangizga tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Masalan, yanvar, fevral, mart oylarida qancha tushdi? Qaysi oyda oshish bo'ldi? Bank xabarlari, bank ilovasi yoki bankdan olingan ko'chirmani saqlang. Bu sizga og'zaki emas, raqam bilan gapirish imkonini beradi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasidan hisoblangan pensiya miqdori haqida ma'lumot so'rang. Kartaga tushgan summa bilan hisoblangan summa farq qilishi mumkin. Siz aynan menga pensiya qancha hisoblangan, qancha ushlab qolingan, qaysi asosda ushlab qolingan deb so'rashingiz kerak. Agar faqat nega kam tushdi desangiz, umumiy javob olishingiz mumkin. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, staj yoki JSHIR ma'lumotlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nogironlik guvohnomasi, urush yoki mehnat faxriysi hujjatlari
qaramog'ida bo'lganlar bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat individual, lekin asosiy hujjatlar shular. 4-qadam. Agar staj kiritilmagan bo'lsa, sobiq ishxonangiz yoki arxivga murojaat qiling. Ishxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxivida ma'lumot bo'lishi mumkin, agar arxivda ham topilmasa. Ayrim holatlarda sud orqali ishlagan davrni tasdiqlash masalasi ko'riladi. Bunda guvohlar, eski buyruqlar, maosh vedomoslari, kasaba uyushmasi hujjatlari, harbiy bilet yoki boshqa dalillar yordam berishi mumkin. Lekin bu jarayonni mutaxassis bilan maslahatlashib qilish ma'qul. 5-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rov ko'pincha unutiladi. Siz arizada shunday mazmunda yozishingiz mumkin. Mening pensiyam indeksatsiyadan keyin qanday tartibda qayta hisoblanganini, qaysi miqdorga oshirilganini, qo'shimcha to'lovlar va ushlanmalar mavjud bo'lsa, ularning asosini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank ko'chirmasi nusxasini ilova qilsangiz, masala tezroq ko'riladi. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli tartibda shikoyat qiling. Lekin shikoyat his tuyg'u bilan emas, hujjat va raqam bilan yozilishi kerak. Masalan, men 1995 yildan 1935 yilgacha ishlagan davrim pensiya stajiga kiritilmagan deb hisoblayman. Chunki mehnat daftarchamda yozuv bor. Arxiv ma'lumotnomasini ilova qilyapman. Mana shunday yozsangiz murojaatingiz kuchli bo'ladi. 7-qadam, farzandlar va nabiralar yordam bersin. Ko'p keksalar idoraga borishga, ilova ochishga, bank ko'chirmasi olishga qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz pensiya olsa, ularning summasini tekshirib bering. Bu uyat emas. Bu farzandlik mas'uliyati. Ba'zan bitta hujjat topilishi bilan pensiya qayta hisoblanib, odamning oylik daromadi sezilarli o'sishi mumkin. Men yana bir muhim ogohlantirish beraman. Pensiya oshishi mavzusida firibgarlar ham ko'payadi. Kimdir telefon qilib, pensiyangizni oshirib beramiz, karta raqamingizni, SMS kodini ayting desa, hech qachon ishonmang. Davlat idorasi sizdan SMS kod so'ramaydi. Bank kartangizning orqa tomonidagi kodni, parolni, tasdiqlash kodini hech kimga bermang. Pensiya masalasida faqat rasmiy idora, rasmiy portal, bank filiali yoki ishonchli mutaxassis orqali ish tuting. Yana kimdir falon pul bersangiz, staj qo'shib beraman desam ehtiyot bo'ling. Staj faqat hujjat bilan qo'shiladi. Noqonuniy yo'l bilan qilingan ish keyin sizning o'zingizga zarar bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l qonuniy murojaat, arxiv yozma javob va zarur bo'lsa sud tartibi. Bugungi gapimizning asosiy mazmuni shuki, pensiya indeksatsiyasi bo'ldi degani, hammaning pensiyasi bir xil summaga oshadi degani emas. Kimga qancha qo'shilishi pensiya turi, staj, oldingi ish haqi, asosiy pensiya summasi, ustamalar, ushlanmalar va hujjatlarning to'g'riligiga bog'liq. Kimdir ko'proq oladi, kimdir kamroq oladi. Bu har doim ham xato degani emas. Lekin umuman oshmagan, kutilmaganda kamaygan yoki staj noto'g'ri hisoblangan holatlar bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Men sizga maslahat beraman. Raqamlarni yozing, bank ko'chirmasini oling, pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish so'rang, hujjatlaringizni tartibga soling va og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya bu sizning mehnatingiz evaziga shakllangan huquqingiz. Uni bilish va himoya qilish kerak. Agar sizning pensiyangiz oshgan bo'lsa, qancha oshganini izohlarda yozing. Agar oshmagan bo'lsa yoki tushunarsiz holat bo'lsa, vaziyatingizni qisqacha yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi.